Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Amarim Daych tanqidiga javob berdi. Ingliz murabbiyi avvalroq Myuning taktik sxemasini tanqid qilgandi. Manchester United bosh murabbiyi Ruben Amorim Premyer Liganing 11-turi oldidan Nottingham Forest ustozi Sean Dychening tanqidiga javob qaytardi. So'nggi paytlarda United yaxshi formada, jamoa ketma-ket 3 g'alaba qozondi. Amorimning 3-4-2-1 tizimi samara bermoqda. Konye va Mbemo hujum ortida o'ynab, jamoa hujumlarini jonlantirmoqda. May oyida Dyche Amorim haqida shunday degandi: "Agar men ularni 4-4-2 tizimida o'ynatsam, ko'proq g'alaba qilgan bo'lardim. Ularda yaxshi futbolchilar bor, ularga ortiqcha o'rgatish shart emas." Amorim esa bu gaplarga yumor bilan javob berdi: "Balki bu haqdir, lekin mening uslubim vaqt talab qiladi. Men doim aytaman, natija bir kunda kelmaydi. Shon aqlli odam, futbolni yaxshi biladi", dedi Amorim. Portugaliyalik murabbiyning fikricha, United uchun asosiy maqsad barqaror natija va navbatdagi uchrashuvda g'alaba qozonish. Deco Alvaresning agenti bilan bog'lanmoqchi. Barselona sport direktori Deco Atletico hujumchisi Julian Alvaresning agenti Fernando Hidalgo bilan bog'lanmoqchi. Bu haqda Barça Universal xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, Barselona futbolchining kelajakdagi rejalarini bilmoqchi. Kataloniya klubi Alvaresni Robert Lewandowski uchun ideal o'rinbosar deb hisoblamoqda, chunki u bosh murabbiy Hans-Dieter Flickning barcha talablariga to'liq javob beradi. Joriy mavsumda 25 yoshli argentinalik futbolchi barcha musobaqalarda 12 ta o'yin o'tkazib, 7 marta raqiblar darvozasini ishg'ol qildi va 4 ta golli uzatmani o'z hisobiga yozdirib qo'ydi. Transfer Market portali Alvaresni 100 million yevroga baholamoqda. Vitaliy Denisov: guruhdan chiqishimizni istardim. Cannavaroning murabbiy sifatidagi porlashi O'zbekistondan boshlanadi. O'zbekiston terma jamoa sobiq futbolchisi Vitaliy Denisov saytimizga kichik intervyu berdi. "Men yaxshi futbol uchun muxlislik qilgani keldim. O'yinni izohlashni istamayman, chunki ba'zi savollar bor. Demak, bularning barchasi vakolatli organlarning ixtiyorida. Federatsiyada odamlar bor, ular vaziyatni o'rganib hukm chiqarishadi", dedi Vitaliy Denisov. O'zbekiston Kubogi finaldan so'ng 5-dekabr kuni Vashingtonda qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tadi. Terma jamoamizga kimlar raqib bo'lishini istardingiz? Menimcha, ko'proq top terma jamoa bo'lishini istardim. Braziliya deysizmi, Fransiya deysizmi bilmadim. Yana kimlar bor? Germaniya, Italiya. Nima bo'lganda ham shunchaki ishtirok etish uchun harakat bo'lmasligi kerak. Hech bo'lmaganda vazifani bajarishni, ya'ni guruhdan chiqishimizni istardim. U yog'ini keyin ko'ramiz. Fabio Cannavaroning terma jamoa bosh murabbiy etib tayinlangani haqida qanday fikrdasiz? Menga taalluqli bo'lmagan savol. Bunday qarorlarga javobgar insonlar bor, ular yuqorida o'tiradi. Ularga ma'lumroq. Men bu haqda hech qanday izoh bera olmayman va bunga haqqim ham yo'q. Futbolchilarning vazifasi gap sotish emas, futbol o'ynash. Agar shunday qarorga kelishgan bo'lsa, demak shunday qilish kerak bo'lgan. Men bu yerda hech narsa deya olmayman. Umid qilamanki, Cannavaroning murabbiy sifatidagi porlashi O'zbekistonda ham boshlanadi. Aynan terma jamoalar murabbiy sifatida. Klub murabbiylari bor va terma jamoalar uchun ko'proq mos tushadigan kochlar bor. Agar u terma jamoa yo'lini tanlagan bo'lsa, umid qilamanki, bizning terma jamoa u uchun eng muvaffaqiyatli ish joyi bo'ladi. Ilohim hammasi terma jamoa uchun yaxshi yakun topsin. Milliy terma jamoa jahon chempionati yo'llamasini qo'lga kiritgan o'yinda bo'ldi yigitlar, jamoadorlarni yig'ishtiramiz va mehmonxonalarni band qilamiz. Biz jahon chempionatiga chiqdik deb aytdingiz. Sizga terma jamoa o'yinlarini tomosha qilish uchun AQShga bormoqchimisiz? Borishni juda ham istardim, ammo hozirgi kunda viza olish qiyinlashib ketdi. Agar iloji bo'lsa, albatta boraman. Yamal o'zini noqulay his qilishda davom etsa, operatsiya qilinadi. Barselona Vengeri Lamine Yamal qo'l sohasida noqulaylikni his qilishda davom etmoqda, ammo klub hozircha jarrohlik amaliyotini o'tkazishni rejalashtirmayapti. Manbaga ko'ra, futbolchi va Barselona tibbiy shtabi jarrohlik amaliyotidan voz kechishga qaror qilgan. Ammo muammo to'liq bartaraf etilmagan. Agar yoqimsiz hissiyotlar yaqin haftalar davomida saqlanib qolsa, operatsiya varianti Lamin, uning atrofidagilar va klub tomonidan qayta ko'rib chiqiladi, deya ta'kidlaydi manba. Shuningdek, futbolchi operatsiya qanchalik yordam berishi mumkinligini baholash uchun tashqi konsultatsiyalardan o'tgani aytilmoqda. Hozircha o'siz ishlashga qaror qilindi va Lamin noqulaylikka qaramay maydonga chiqishda davom etadi. Xabi Alonso: Vinicius bilan bog'liq vaziyat yopildi.
Real bosh murabbiy Xabi Alonso Vinicius Junior bilan sodir bo'lgan mojaro haqida gapirdi. Chorshanba kuni 2 kunlik damdan so'ng jamoa bilan yig'ildik. Vini xulqi ajoyib edi. U samimiy gapirdi va men bundan mamnun bo'ldim. Masala hal bo'ldi. Bu juda qadrli va ijobiy bayonot edi. U yurakdan gapirdi. Jamoaga va muxlislarga nimani yetkazmoqchi ekanini aytdi. Eng muhimi, hammasini jamoadoshlariga va muxlislarga tushuntirdi. Shu kunning o'zida vaziyat yopildi. Biz hammamiz bir qayiqdamiz va bir yo'nalishda harakat qilyapmiz, dedi Xabi Alonso. Napoli De Bruynening o'rnini manchesterlik futbolchi bilan to'ldirmoqchi. Manchester United yarim himoyachisi Kobe Maino Napolining transfer maqsadlaridan biri bo'lib turibdi. Italiya klubining angliyalik futbolchiga qiziqishi Kevin De Bruynening jarohati fonida ortdi. Belgiyalik futbolchi taxminan 4 oy maydonga tusha olmaydi. Bundan tashqari qishda Afrika Millatlar Kubogiga Andrea Frank Zamboangisa ketishi mumkin. Shuning uchun yanvarda Antonio Contega maydon markazini kuchaytirish kerak bo'ladi. Corriere dello Sport xabariga ko'ra, Napoli Maynoni mavsum oxirigacha ijaraga olishni istamoqda. Aftidan xarid opsiyasi ham kelishuvga kiritilmaydi. 20 yoshli Xabik Rubin Amorim jamoasida doimiy o'yin amaliyoti yo'qligidan norozi. Shuning uchun avgust oyidayoq ijaraga olishni talab qilgan. Ammo qizil iblislar rahbariyati bu so'rovni ma'qullamagandi. Husanovga Cityning afsonaviy sardori maslahat berdi. Yevropa futbolini yoritib kelayotgan nufuzli manbalardan FootballCom portali Manchester Cityning sobiq afsonaviy himoyachisi va sardori Richard Dan shaharliklarning o'zbekistonlik legioner Abduqodir Husanovning intiqodagi kelajagi haqida bildirgan ochiq fikrlarni muxlislar e'tiboriga havola qiladi. Manchester Cityning afsonasi va sobiq sardori Richard Dandan Abduqodir Husanovga klubda muvaffaqiyat qozonish uchun qanday maslahat berishi haqida so'rashdi. Javob esa quyidagicha bo'ldi. Bu moslashish davri haqida. Ayrimlar tezroq moslashadi, boshqalar esa ko'proq vaqt talab qiladi. Menimcha Husanov hali APL sur'atidan biroz hayratda. U juda tez, lekin ba'zan qaror qabul qilishda shoshilib follar yoki xatolarga yo'l qo'yadi, ammo tajribaning oshishi bilan bu jihatlarni yaxshilaydi. Albatta, City hozir so'nggi yillardagi kabi mutlaq hukmron emas, shuning uchun hozir yosh himoyachilarga ko'p imkoniyat berish vaqti emasdik. Ammo mavsum davomida Abduqodir yetarlicha o'yinlarda qatnashib, tajriba orttiradi va rivojlanadi. Husanov har kuni mashg'ulotda jahon darajasidagi futbolchilar bilan birga shug'ullanmoqda. Bu uning o'sishiga katta yordam beradi. U sabr-toqatli bo'lishi kerak, chunki dunyodagi eng kuchli klublardan birida o'ynayapti. Darhol asosiy tarkibga kirish qiyin, u murabbiyni ishontirishi va o'yinda qaror qabul qilishini yaxshilash kerak. O'zbek futbolchisi yaxshi himoyachi bo'lish uchun zarur bo'lgan barcha jismoniy xislatlarga ega. Men ishonamanki, murabbiy unga doim yordam berib, pozitsiyani to'g'ri tanlash va to'pni qanday qaytarish kerakligini tushuntirib boradi. Menimcha, uni kelajak uchun sotib olishgan va u hali elita darajasiga yetmagan bo'lsa-da, bu yo'nalishda sezilarli o'sish ko'rsatmoqda, dedi Richard Dan.